2026-yil 1-apreldan boshlab foto, video, radarlarda amalga oshirilgan huquqbuzarliklar ham 1 yilda to'planadigan ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha yig'iladigan ballarga qo'shiladigan bo'ldi. To'g'risi bu narsadan men juda ham noroziman. O'zi shundoq ham haydovchilarimizga oson emas. Ularga jarimalar osmondan olinganday juda ham katta jarimalar qo'llangan. U jarimalar yetmaganday, u jarimalar qayerdan hisoblangan, qaysi huquqbuzarlikning og'irlik darajasi qanday ekanligi parametrlari qayerdan olinganligiga men hayron qolaman. Nega deysizmi? Mana masalan aytaylik, svetoforning qizil chirog'idan o'tib ketsangiz, sizga nisbatan 2 bazaviy hisoblash miqdorida jarima, ya'ni 800 ming atrofida jarima to'laysiz. Lekin agarda mashinangizga davlat raqam belgisini taqmasdan haydab yursangiz, sizga nisbatan 10 baravar jarima qo'llanadi. Endi o'ylab ko'ring. Nomerda yurmasdan mashinani boshqarishning xavflilik darajasi qanday-yu, qizil svetofordan o'tgandagi mashinaning xavflilik darajasi qanday? Bu jarimalarni yoki bo'lmasa javobgarlik masalalarini o'ylaganda inson hayotiga xavflilik darajasi o'ylab ko'rilganmi? Yoki jarimalar o'zi o'ylab topiladimi yoki osmondan yulduzlarga qarab o'lchanadi? Jarimalar haqidagi fikrlaringizni kommentariyada kutaman.